Qadrdonlar, O'zbekistonda yangilik. Endi 3 tasi bitta. Ya'ni xohlasangiz xom g'ishqa, xohlasangiz shlaka blokka. Xohlasangiz shkaturka bo'lgan tayyor joyga, xohlasangiz mana bunday eski devorlarga, ya'ni sinchli uylarga ham yopishtirsangiz bo'laveradi. Bu termotravertin bo'ladi, qadrdonlar. Agarda siz uyingizni termotravertin qildirsangiz, 3 ta narsadan yutasiz, qadrdonlar. Ya'ni 3 tasi bitta bo'ladi. Birinchisi shu vaqtdan yutasiz, ikkinchisi plus uyni utepletel qilasiz, qadrdonlar. Uchinchisi esa tayyor remonti bilan bo'ladi. Kimga shu videomiz qiziq bo'lsa, bitta like bosinglar, biz narxini yoritib berishni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda ko'rib turganlaringdek termotravertin haqida bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Mana ustakalarimiz yana bitta Fayzli xonadonga tashqi fasadga chiroyli qilishib, ustanovka qilib berishibdi. Hozir to'liq ma'lumotni ustakamizdan olamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ustaka, tuzimsiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi suhbatda? Xudo xolasa obyektdan topshiribsizlar, zo'r chiqdi aka. Ha, xudo xolasa bitirdik obyektlarni ham. Gap yo'q. Bunimiz termotravertin deyiladi. Ha, termotravertin, ha. Shu bittasini olib, nima deydi? To'liqroq ma'lumot beraylik. Nimalari bo'ladi unda? Xo'sh, termotravertin. Termotravertin 3 sm po'kagi bo'ladi, 16 plosnitsda, qattiqligi o'sha qattiqdan hali titilib ketmaydiganni. Keyin 1,5 sm, 1,5 sm travertin bo'ladi. Tabiiy o'sha tog'ni toshi drabilkada ezilib, maydalanib qo'shiladi. Qo'shimcha rang, pangishti emas bo'lmaydi, o'chib, boshqa narsa bo'lmaydi. Tushunarli. Endi ustaga bunimiz juda foydasi katta. Qarasa O'zbekiston bopaganda, masalan, qishda yo uyda isitish qiyin bo'ladi, qimmat tushyapti. Yozda esa uyda sovutish qiyin bo'ladi. O'sha narsani ushlab turadigan narsa mana shu po'kak bo'ladi, adashmasam, ustaga. Ha, shu issiq sovuqdan termos hisobida oldin odamlar bilishadi, termoslar ichida bo'lardi shunaqa narsasi. Termos hisobida issiq sovuqni o'tkazmaydi. Va bu issiqda ham ichkari muzdek bo'ladi. Qishda issiq bo'ladi shu narsa. Ya'ni ozgina o'tin bilan uyni bemalol isita bo'laveradi. Rasxodlari ham kamayadi. Endi hozir hamma rasxodni ekonomika qiladigan bo'lib ketganmiz, rasxodlar kam bo'ladi bunda. Gap yo'q. Rosa O'zbekiston bop shu mahsulot ekan, termotravertin. Ustaga bunimizni ishlab chiqarish joyi? Ishlab chiqarish Bog'dod tigovxonasidan, Farg'ona viloyat Bog'dod tumani. Bog'dod tumani. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha, vodiy bo'yicha dastavkasi tekin bo'ladi. Qolgan joylarga, Toshkentga 150 dan oshiqroq bo'lsa, uni dastavka qilib beramiz uni ham. Endi vohalarga uni kelishamiz narxini. Ha, tushunarli. Ustaka, bu yerda necha kunda yopishtirib chiqib ketishdi mana shu ustalar? Buni bir haftada yopishtirdim. Bir haftada mahsulot yetkazib berdingiz, ustalar o'zi yopishtirdi. Shunaqa, shkaturka bo'lmagan, g'ishli holatda bo'lgan, bir haftada yopishtirishdi bular. Ya'ni mana bunaqangi shuvoq ham qilinmagan g'ishli holatda bo'lgan. Shunaqa g'ishli holatda bo'lgan, pishgan g'ishda bo'lgan. Pishgan g'ishda bo'lgan. Ha, shu vaqtda ham uzilib kesil keragi yo'q. Shu vaqtda ham keragi yo'q bunga. Tushunarli. Ustaga, bunga endi garantiyalar bormi, xudo xohlasa? Garantiya 10 yil garantiyamiz bor. O'sha tushib ketmasligi, yorilmasligi uchun, o'sha betiga treshena tushmasligi uchun 10 yil garantiyamiz bor. Rang-fanglar o'zgarmaydi, shu holatda qoladi ranglari. Ha, tushunarli. Endi ustaga, bunimiz faqat tashqi fasad uchunmi, ichkariga ham bo'laveradi, oyvonlarning ichiga, masalan, oyvonlarning ichiga endi rasxodidan qochishmasa, ichkari tomon polni aylana bo'lsa, termizi zo'r bo'ladi, issiq sovuqni zo'r ushlaydi. Ko'pchilik men quyosh tomonga qilyapti, o'sha quyoshdan saqlash uchun. Bu yozda quyoshdan saqlaydi, qishda endi shu tomoni issiqroq bo'ladi uyda. Aylanasiga qilsa, termos hisobida bo'lib, zo'r bo'ladi unda. Gap yo'q, zo'r. Endi ustaga, buni masalan hisoblayap turganda usta haqqisiga mana shular ham kirib ketadimi? Buni nima deydi? Karnizlar deydimi? Ha, agar uni kelishishga bog'liq, uyda egasi bilan kelishishimizga bog'liq, agar shuni o'lchansa, gulxo'yiga oladigan bo'lsak, 120 mingdan narximiz bo'lardi. Gulxo'yiga olsak, po'kaklarigacha olib kelib beramiz biz. Agar yo'q, kvadratlar chiqarib yuboramiz, po'kakni o'zim olaman desa, shu eshik derazalari chiqib ketadi, darvozalari chiqib ketadi, po'kaklari o'zlari uyda egasi olib kelib bersa, ustalar yopishtiradi. Ustalarimiz ham shu gulxo'yga olishadi, po'kakni yopishtiradi, atkoslarni olib, shu holatga kelishi, ob'yomni bitta o'lchaydi. Misol chetimiz 100 kvadratli joy, 100 ga oladi. Po'kak chiqarib boshqa qilinmaydi. Tushunarli. Bitta yopishtirgan ustalar ishlari ham zo'r ekan, chakini chakiga qo'yib juda ham chiroyli ustanovka qilib beribdi. Xo'sh, ustaka, bunimizni narxini qancha dedik? Narxini 120 mingdan bular. Vodiy bo'yicha dastavkamiz Toshkentga ham o'sha 150 kvadratdan oshiqroq bo'lganga dastavkasi ichida qilib beramiz. 150 ming so'm 1 kvadrati. Yo'q, 120 ming so'm. 120 ming so'm 1 kvadrati. Ha, 1 kvadratimiz 120 ming so'm bo'ladi. Tushunarli. Endi ustaka, buni masalan orqasida po'kaginida o'zgartirishni ilojisi bormi? Qaliniga, yuqasiga deganlarga. Ha, buni
o'zgartirish iloji bor. Agar bizga darvozaxonalarga uteplit kerak emas desa, bundan 20 ming so'm arzon chiqadi, 100 ming so'mdan chiqadi. Buni orqasida po'kagi yo'q bo'ladi. Shu mashq holatda 1,5 sm holatda chiqadi. Kafennikilar bilan yopishtirib yuborilaveradi. Keraksiz joylarga arzonroq bo'ladi, arzon tushadi. Ha yo'q, menga bazaltli holati kerak desa, bazaltli holatlarimiz 180 ming bo'ladi. Hali domlar uchun, anaqa uchun qilinyapti turganlar. Unda bazalt qimmatligini hisobiga 180 ming aylanib ketib qoladi. 5 sm bazalt bo'ladi. Plotnisi ham o'sha qattig'idan bo'ladi, qo'lda bossa kirmaydigan bo'ladi. Tushunarli. Klient xohishiga qarab tayyorlab beriladi. Klient xohishiga qarab qilib berilaveradi. Ustaga buni xudo xolasa 10 yil garantiya beryapmiz. Ko'chmaydi, xudo xolasa uzilib ketsa. Yo'q, ko'chmaydi. Ha, tem bo'lib temiri ham bor ekan, ha? Bu temiri bor. Bundan pishkang'ich bo'lsa, dubulmiqda pistoletda otib ketadi. Agar nariroqqa xomg'ish bo'ladigan bo'lsa, samarezda qotirib ketilaveradi bu. Ha, samarezda qotirib ketadi. Bittadan samarez qotgandan keyin kafennikilar ustidan tushib, samarez tashqariga chiqmaydi, yukini ko'tarib turadi. Tushunarli. Ustaga keyin buni masalan, shkat elanmaydi. Sinchli uylarga qilsa ham bo'ladi, masalan, treshinalar bo'ladi-yu. Treshinalarni mana bu yumshoqligini hisobiga treshinalarni bilintirmaydi. Bu bir 1,5 santimetrgacha bo'lgan joygacha qiladi. Endi uyni tomoni ko'rinib qoladigan bo'lsa, iloji yo'q, bu ham yorilib ketib qoladi, uyda ushlab qola olmaydi. Sinchli uylarga zo'r bo'ladi. Hali remontdan keyin tushadigan treshinalarni bu bilintirmaydi. Bu orqasida qolib ketadi. Tushunarli. So'kilga nima maslahat berasiz? So'kilga mana shu mahsulotlar o'zimizda bor. So'kilga endi buni ham qilsa bo'ladi. Joyi o'sha nimasiga qarab qilinaveradi. Ustidan kraska sepiladi. Kraskasi ham bor o'zi. Termotravertin, o'sha travertin mahsulotining kraskasi bo'ladi. Shunaqa qorasidan glansivix sepib bersa, shu holatga qarab chiqadi. Bu tanlaveradi, 3D variantlari ham bor ularning ham. Ha, значит, sizlarda bunaqa so'kil uchun granit, mramor, eron kafel hammasidan bor. Hammasidan bor, ha. Ha, значит, xolasa so'kilini ham bittada urib ketasizlar, bo'lmasa devorni o'ziga. Shu bizga telefon qilishsa, shu so'kilimi, deraza bunaqasini, xullas fasadni bersa bo'ldi, ustalari bilan borib qilib beramiz. Noldan chiqarib beraverasizlar. Ha, noldan chiqarib beraveramiz, xudo xohlasa. Bunimizni yopishtirish narxini aytmadik, o'shani aytib ketaylik. Ha, buni yopishtirish narxi 50 mingdan 70 minggacha. O'sha 50-60 mingdan va bundaqa shkaturka bo'lgan joylarga arzonroq yopishtirishadi. Tekizroq joylarga. Ha, g'ishli joylarga, mana bu nima joylarga, shlaka bloklarga ularga 70 minggacha yopishtirishyapti. 70 minggacha, ha, tushunarli. Endi mana shu 70 minglik variantimi bo'lsa, ha, shu 70 minglik varianti shu. Necha kvadrat ketdi общий mana shu ko'cha tomonga? 100 kvadrat ketgan. 100 kvadrat bo'lsa, puli qancha bo'ladi? 12 million bo'ladi. 12 million so'm, usta haqisi bilan 7 million so'm bo'ladi, usta haqisi. 19 million so'mga. 19 million so'mga. Ko'cha tomon shu holatga kelyapti. Shu holatga keladi. Gap yo'q, zo'r. Qadrdonlar, mana Alloh qodir qancha ma'lumotni berdik. Endi kimga shunaqangi mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda mana shu ustakalarimiz nomerlari bo'ladi. Xudo xolasa aloqaga chiqsa, ustaga. Ha, bemalol tushuntirib, tushunmagan narsani yana to'liqroq tushuntirib, ma'lumot beraveramiz. Gap yo'q, zo'r. Aytib o'tishdi, vodiy bo'yicha dostavkasi mutlaqo tekin. Toshkent 150 kvadratdan oshiqroq bo'lsa yetkazib beriladi, aka. Ha, shunday. Voha tomonlarga? Voha tomonlarga kelishamiz, u egasi telefon qilib kelishib qolsak, o'zi uyda egasi bilan kelishilaveradi ular. Ha. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston ham aloqaga chiqsa, aloqaga chiqishaveradi. Ularga ham endi biz chegaragacha dostavka qilib beramiz, undan yog'iga o'zlari olib ketishaveradi. Gap yo'q, zo'r. Qadrdonlar, mana shu mehnatga ustakalarning mehnatini qadrlab, bitta like bosib, shunaqangi qurilish qilyapti turgan aka-uka, opa-singillarimizga, gruppalarga jo'natib yuborsalar, juda katta foydasi tegib qolishi mumkin. Ustaga rahmat, salomat bo'lasiz. Qadrdonlar, kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.